jinsiy olatim turmay qoladi deb shilqim fikrlar natijasida bir kunda o'ziga bir necha marotaba sun'iy tarzda ereksiya hosil qilib, ha yaxshi olatim turar ekan, ereksiya paydo bo'lar ekan deb o'ziga taskin beradi. Keyin biror soat o'tib bo'lgandan keyin, yana turmay qolsa-chi deydi-da, yana qaytadan olatim turg'izib ko'radi. Deydi, ha yaxshi turar ekan deydi. Va yana shu fikr kelib qolsa, yana shu odatni kuniga bir sutkada bir necha marotaba takrorlaydigan bemor haqida aytib beraman sizlarga. Xo'p, hozirgi kunda bemorning yoshi 26 yosh. 18 yoshidan boshlab o'zini jinsiy sistemasini taftish qila boshlagan. Keyin kichik chanoq bo'shlig'ida o'zidan o'zi og'riq paydo bo'lib qolgan. 20 yoshidan boshlab kuniga bir nechta martalab kapak urishni boshlagan, masturbatsiya qilishni boshlagan. O'zini taftish qilishi, masturbatsiyaga berilib ketganligi natijasida bemor olatini turmay qolmasmikin, yana keyinchalik olatim turmay qolmasmikin degan maqsadda kuniga bir necha marotaba olatni ereksiya qilib turg'izadi. Bunda u internet rasmlaridan, pornolardan foydalanadi. Ereksiya qilib turg'izadi. Yaxshi turar ekan deydi. Va keyin yana ishtonni kiyatda ketaveradi. Yana shu fikr kelib qoladi. Yana olatni sun'iy tarzda, ya'ni ereksiya hosil qiladi. Ya'ni rasmlarga qarab, videolarga qarab ereksiya hosil qiladi-da. Ha yaxshi turar ekan deydi, ko'ngli taskin topadi, yana o'zining ishi bilan ketaveradi. Yana miyaga shu fikr kelib qolsa, yana shu ishni qiladi. Miyada birinchi kechada omadsizliklar bo'lmasmikin degan fikr kelaveradi. Nima kasalni eshitsa yoki internetda ko'rsa, shu kasalni o'zida bor deb o'ylayveradi. Yonida pichoq tursa agar dasturxon ustida, shu pichoqni o'zi birontaga tiqib olaman, shu pichoqni yana birontaga tiqib olmayin deb chetga olib qo'yaveradi. Qarang. Shu tarzda, shu tariqa miya, shu darajada miya buzilib ketgan. Keyin ba'zan pichoqni oladi-da, dasturxon ustiga qo'yadi-da, yo'q, men pichoqni tiqmayman deb o'ziga bir necha marotaba takrorlab turadi-da, keyin o'rnidan turadi-da ketadi. Yolg'iz qolsa vasvasaga tushadi. Gohida yig'i keladi. Keyin miyaga keladigan fikrlarni qarang, tuturuqsiz fikrlar. Qiz bola, o'g'il bola bo'lib chiqsa-chi deb o'ylayveradi. Aslida men o'g'il bolamanmi yoki qiz bolamanmi deb o'ziga shubha paydo bo'laveradi o'zining jinsiga. Yana kelajakda elga bitib bo'lib qolmasmikinmi deb o'ylaydi. O'zini shunday deb fikr kelaveradi. Translarni pornosini ko'rib, mana qiz bola, o'g'il bola bo'lib qolar ekan-ku yoki o'g'il bola qiz bola bo'lib qolar ekan-ku deb qo'rquvga tushib qolgan. Mana shu qo'rquv bizni oldimizga yetaklab kelgan buni. Har xil kasalliklar haqidagi kitoblarni o'qiydi, internetdan, YouTubedan videolarni ko'radi va qaysi kasallikni ko'rsa, shu kasal menda bor deb o'ylayveradi. Urologga bordi bir necha marotaba. Urolog buni eshitib ham o'tirmadi, psixiatrga jo'natib yubordi. Psixiatrga bordi, psixiatr bir ikkita dorilar buyurdi, bu dorilarni qog'ozini o'qib ko'rdi-da, nojo'ya ta'sirlaridan qo'rqib ketib, hamma dorilarni sotib olgan dorilarni musirga olib otib yubordi. Va oxirgi paytda o'zini umuman boshqara olmayapti. Yomon fikrlar miyaga to'lib ketgan. Fikrlar uni yaxshi yashashdan chalg'itib, umuman tupikka tiqib tashadi. Fikrlarga bo'ysunmaslikka harakat qiladi, lekin amalga oshira olmaydi.
Mana shu narsalardan qiynalib bemor ko'rikka keldi. Bemorga farmakoterapiya, psixoterapiya va fitoterapiya o'tkazildi. Bemordagi vasvasa g'oyalar, bemordagi shilqim fikrlar ancha yo'qoldi. Bemorga o'zingni angla, ya'ni samoanaliz degan psixoterapiya o'tkazilganda bemor aytdiki, doktor, mana endi o'zimni ichimda nima ketayotganligini, o'zimni boshqarishni o'rganib oldim sizdan dedi. Va hozirgi kunda bemor har kunlik o'ziga autogen trenirovka mashqlari berilyapti, shu mashqlarni qilyapti, vaqti bilan psixoterapiyaga kelyapti. Bemorning ahvoli yaxshi.